Tak, akamiz mana 500 ming so'mdan ortiq savdo xarid qilganlar uchun sirli quti o'yinimiz ishtirokchisiga aylanishdi. Mana bizga Instagramdan a'zo bo'lishgan ekan, ko'rsatishdi. Boshlaymiz. Aka, sirli quti o'yinimizda ichiga qanaqadir yutuq qo'yilgan, xoh arzon bo'lsa, xoh qimmatbaho. Sizga pul taklif qilaman. Xohlasangiz taklif qilgan pulimni olishingiz mumkin. Xohlasangiz sirli qutining ichidagi narsani olishingiz mumkin. Nima chiqsa ham rozi bo'lasiz. Taklif qiling-chi, please. Bo'ldi aka. Aka 5 ming so'm taklif qilaman sizga. 5 ming so'm yoki sirli quti. 5 ming so'm nima bo'ladi aka? Biroq taklif. Bo'ldi aka. 35 ming so'm bo'ldi aka. Sirli quti yoki pul. Bitta imkonim bormi meni? Aytaverasiz. Yo bu deysiz. Hozir bu desam, bir marta imkonim bor xolos. Ha, ochamiz, ichidagi narsani olasiz. Pul desiz, pulni olasiz. Keyin agar buni tanlaganingizda nima yutishimiz mumkinligini ko'rsatamiz bo'ldi. Nima yutuqlar bor? Har xil nimadir chiqishi mumkin. Bunda masalan Dubayga aksiya bo'lishi mumkin aka. Dubayga yo'llanma bo'lishi mumkin. Yutib olsangiz ketasiz. Yoki bitta zajin bo'lishi mumkin. Nimadir bo'lishi mumkin. Ha, bo'ldi. Tavakkal qilamiz unda. Bo'ldi. Sirli quti. Sirli quti. Akamiz sirli qutini tanlashdi. Sirli qutimiz ichida qani bismillahirrohmanirrohim. 10 ming so'm pul bor edi. Aka, tabriklaymiz. Rozi bo'lasiz. Sog' bo'ling aka. Aka qaytarsak bo'ldi. Sog' bo'lasiz aka. O'rtoqlar, hammalarni aksiyamizga taklif qilamiz, kelaverasizlar.